Blogerlarning storieslarda reklama qilish haqiqatda $2000 dan $5000 bo'lishi bu rostmi? Bu albatta hammasi haqiqat. Agar menga ishonmasangiz, o'zingiz shunchaki Instagramdagi любой bitta o'zingiz bilgan taniqli va saviyali blogerga, adminiga murojaat qilib, istoriya narxini necha pul deb so'raydigan bo'lsangiz, eng kamida $1500 degan narxini juda ko'p eshitamiz va bu narsaga siz ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Va odamlar haqiqatda shu narxga reklama berishadi. Ya'ni shu narxga to'lashga tayyor o'sha storiesdagi reklamalar uchun. Demak, mana shu aytgan gapimdan tushunishimiz mumkinki, storieslar juda ham muhim ekan. Lekin stories o'zi nimasi bilan muhim? Nima uchun muhim? Keling shu haqida gaplashamiz. Har kuni siz kimnidir storiesini kuzatasiz, to'g'rimi? Instagramda bo'lishi mumkin yoki boshqa joyda bo'lishi mumkin. Даже Telegram ham mana istoriyalar qo'yishga o'tdi, to'g'rimi? Oldinlari yo'q edi shu narsa. Ya'ni odamlar istoriyalarni kuzatadi. Kimdir hayotini kuzatadi. Kimdir misol uchun o'zini hayoti bilan bo'lishadi. Yoki kimdirlar o'ylantiradi, har xil informativ, foydali ma'lumotlar beradi. Kimdirlar bo'lsa nima deydi? Odamlarni xarid qildiradi. Nimadir sotib olishga majburlaydi o'zining storieslari orqali. Lekin hammasini birlashtirib turgan bitta narsa, bular shunchaki stories joylaydi. Hammasi stories joylaydi. Lekin faqatgina bitta strategiya bor. Bu narsa bilan farq qilib turadi. O'sha stories qo'yadigan insonlar ham. Bugungi kunda Instagramda 500 milliondan ortiqroq insonlar stories kuzatishadi. Va ulardan atigi 1% stories orqali pul ishlaydi. Qolgan 99% inson bo'lsa shunchaki story kuzatadi. Va o'zingizga savol bering. Siz shu 99% insonning ichidanmisiz? Ya'ni stories kuzatadigan insonlar ichidanmisiz? Yoki o'sha 1% ga kirishni xohlaysizmi? Ya'ni storieslar orqali odamlarni xarid qildirishga, xizmatingizni, mahsulotingizni sotib o'sha orqali daromad qilishni xohlaysizmi? Agar uni xohlasangiz, bugungi darsimiz aynan siz uchun. Chunki mana stories bu shunchaki hayotni ko'rsatish, shunchaki jarayonni ko'rsatish emas. Agar stories bitta aniq strategiya bilan, maqsad bilan yuritiladigan bo'lsa, bu eng kuchli sotuv instrumentiga aylanishi mumkin. Assalomu alaykum o'rtoqlar, men Abror Ahmedov. 7 yillik tajribaga ega SEO mutaxassisman va xabaringlar bor. Men 8 qismdan iborat bo'lgan SEO bo'yicha bepul darsli YouTube ga joylab boryapman. Butun O'zbekiston xalqi uchun bepul qilgan holatda va bugun ushbu 8 ta darsimizning 3-darsi. Agar birinchi, ikkinchi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, bundan oldingi videolarimga albatta o'ting va o'sha videolarni ko'ring. Bugun sizlar bilan aynan shu stories yuritish haqida gaplashamiz va bu darsni ko'rganlardan keyin xudo xolasa sizlar ham bemalol stories orqali qanaqa odamlarni ushlab qolish va daromad qilish, ya'ni xarid qildirishga majburlash, shu narsalarni o'rganib olasizlar. Xo'p, unaqada kelinglar, boshlaymiz. Qadamma-qadam hammasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni nima uchun stories kerak? Uni qanaqa turlari bor? Eng ko'p uchraydigan xatolar, eng muhimi storiesni yuritish plani, strategiyasi. Shu narsalar haqida sizlar bilan birma-bir gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men sizga bu narsalarning har bittasini birma-bir ochib beraman. Xudo xolasa juda ham foydali bo'ladi. Tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Xo'p, avvalambor keling, mana shu birinchi savolga javob beramiz. Stories o'zi nima uchun kerak? Nimaga вообще stories kerak? Faqatgina daromad topish uchunmi? Aytishingiz mumkin. To'g'ri, birinchi navbatda hammaning bari motivatsiyasi, ishlashdan motivatsiyasi bu pul. To'g'rimi? Ya'ni siz Instagramda blog yuritasiz, nima uchun yuritasiz? Чтобы ertaga o'sha blog orqali pul topish uchun. Hech kim просто так maza qilish uchun blog yuritmaydi-yu. Tanlanish uchun yuritishi mumkin, to'g'ri? Bu ham boshqa gap. Lekin baribir pul topishni ham o'ylaymiz. Demak, bu holatda stories kerak. Ikkinchisi, odamlar sizni yaxshi ko'rishini, odamlar sizni hurmat qilishini, sizni tanishini xohlaysiz. Bu holatda ham stories kerak. Ya'ni siz stories yuritmas ekansiz, odamlar loyalni bo'la olmaydi. Ya'ni sizni hayotingizni, sizni shaxsiyatingizni bilisha olmaydi. Ichkarida nima bo'lyapti hayotingizda, bu narsalarni ko'ra olmaydi. Chunki Reelsda har doim ham hamma narsani olib chiqa olmaysiz. Reelsda ko'pincha odamlar foydali ma'lumotlar beradi, xuddi shu YouTube videoga o'xshagan ma'lumotlar beradi, boshqa qiladi. Lekin u yoqda o'zini hayotida bo'layotgan har xil baland pastliklarni ko'rsatmaydi. Lekin aynan o'sha narsalar sizni kuzatuvchi bilan yaqinlashtiradi. Ya'ni loyalni obunachiga aylantiradi. O'zbekchada sadoqatli deydi-yu, sadoqatli mijozlar deydi-yu, xuddi shunaqa insonlarga aylantiradi. Mana nima uchun bizga storieslar juda ham muhim ekan. Va bundan tashqari, storieslarda o'sha boya pul topish haqida gaplashdik. Sotuvlar asosan storiesda bo'ladi. Agar siz misol uchun infobiznes sohasida ishlasangiz, infobiznes degani mana shu onlayn mahsulotlar, onlayn ta'lim bo'lishi mumkin. Даже uy sohasida ham hozir juda ko'p ekspertlar mana ingliz tili o'rgatadi, rus tili o'rgatadi, kimdir IT ni o'rgatadi, kimdir mana menga o'xshab SEO o'rgatadi, to'g'rimi? Hamma o'zini sohasini Instagramda shu storieslar orqaligina yoritib bera oladi. Reels orqali siz uni narsani yoritishingiz va sotuvlar ochishingiz juda ham qiyin. Shunaqa ekan o'rtoqlar, bizga mana stories nima uchun kerak? Xo'p, storiesning qanaqa turlari bor?
va qaysi turlardan foydalanishimiz kerak. Storiesni men 4 ta turga ajratdim o'z tajribamdan kelib chiqib. Birinchisi bu informativ storieslar. Informativ bu shunchaki, misol sizda biznes profil bo'ladimi, shaxsiy o'zingizni blogingiz bo'ladimi, profilingiz bo'ladimi, shunchaki informativ videolar. Nimadandir, misol uchun o'zingiz ism haqida mana men ketolman, o'rtoqlar bugun mana klient olishiga aytolman, mana shu klientni olishimni jarayonini sizlarga ko'rsatib boraman deb turib, o'sha yerda jarayonni ko'rsatsam, qanaqa qilib mana shu klientni olaman, nimani gapirganimda o'sha klient o'xshayapti, ya'ni men olaman, daromad topolman. Mana shu narsani ko'rsatib borsam, bu birinchidan tabiiy, live va bundan tashqari informativ, odamlarga juda ham foydali bo'ladi. Ikkinchisi, ko'ngilochar bo'lishi mumkin. Ya'ni siz o'rtoqlaringiz bilan nimadir qilganingiz, ana kuni misol uchun men o'tirib, oyimlar bilan qanaqa qilib bozorga chiqqanimizni, ularga shopping qilganimiz, ularni aylantirganim men bu Tashkent Cityda. Mana shu narsalarni ko'rsatdim istoriyada, oddiy narsa qilib Instagram sahifamda. Ya'ni bu ham oddiy narsa, lekin ko'ngilochar kontent hisoblanadi. Yoki o'rtog'ingiz bilan nimadir qilishingiz, mashinangiz bilan bog'liq bo'lgan narsalar, qanaqadir o'yinga, sportga borib qatnashish, bular hammasi mana shu narsalarga kirib ketadi. Uchinchisi, qatnashtiruvchi storieslar bor. Qatnashtiruvchi, ya'ni obunachilarni qatnashtirish. U yoqda siz savol-javoblar o'tkazasiz, har xil testlar qilasiz, primoy fillar bo'lishi mumkin. Odamlarga savol berasiz, javob berganlarni skrinshot qilasizda, direktdan sizga yozganlarni va o'shani direktga olib chiqib turib, storiesga olib chiqib turib, hammani oldida javob berishingiz mumkin. Misol uchun kimdir menga yozyapti: "Abror aka, SMni mijoz topish osonmi?" deb. Va men nima qilaman? O'sha yozgan odamni bundoq yozgan SMSini skrinshot qilib, men u narsani storiesga qo'yaman va storiesda o'sha savolga javob beraman. Bu narsaning pluslari juda ham katta. Birinchidan, siz direktda o'qiyapsiz, obunachilaringiz yozganlarini va javob beryapsiz. Bu narsani qolgan obunachilaringiz ham ko'radi va men ham savol bersam javob berarkan degan narsa bo'ladi. Va bu avtomatik sizni profilingizni ham aktivini oshiradi. Odamlar storiesni kuzatishni boshlaydi, storiesni ko'proq yozishni boshlaydi, чтобы men bilan ham gaplashsin degan maqsadda. Cho'si, mana shunaqa stories turlari bor va undan oxirgisi bu sotuv storieslari. Sotuv qilish mumkin storiesda, albatta mumkin. Sotuv bu to'g'ridan to'g'ri sotuvga olib boradi, lekin bitta storiesda o'zida shunchaki sotuvni e'lon qilish bu juda ham katta xato. Bugun mana sizlar bilan mana shu narsalar haqida gaplashamiz. Qanaqa qilib sotuvga storieslarni to'g'ri olib borish mumkin? Odamlarni zeriktirib qo'ymasdan, yana narsa sotmoqchi yoki tam kursini sotmoqchi, yana tam mahsulotini sotmoqchi degan narsa bo'lmasligi uchun qanaqa stories yuritishimiz kerak bo'ladi. Keling gaplashamiz. Avvalambor storiesdagi xatolarni sizlar bilan yana bitta ko'rib chiqamiz. Storiesdagi eng ko'pchilik qiladigan xato bu storiesni umuman qo'ymaslik. Juda ham banalniy, ya'ni oddiy narsada eshitilishi mumkin va hamma aytadigan narsa. Shaxsan o'zim ham ko'pincha stories qo'yishga vaqtim bo'lmay qoladi, chunki meni haqiqat ishlarim juda ham ko'p. Chunki men bu yerda mana hozir Nestvonda ofisimiz bo'lsa, 10-15 kishi bilan bir 20-30 taga yaqin SM loyihalarini yuritamiz. Bu yoqda meni boshqa o'zimning bizneslarim bor. Bu yoqda yana o'qitaman, misol uchun shogirdlarni yetishtirib chiqazaman. Ishim ko'p, oilam bor, bola chaqam bor. Buncha narsa bilan albatta qiyin, lekin iloji boricha bu narsaga biz birinchi fokus qaratishimiz kerak. Chunki stories eng muhim narsalardan. Bu birinchi xato. Ikkinchi xato, ko'p keraksiz storieslarni qo'yib yuborish. Ya'ni agar siz foydali stories qo'ysangiz, bu narsaning yomon tarafi yo'q. Ya'ni bir-biriga bog'lab, ma'noli, svязкаlar bilan qo'ysangiz yomon emas. Lekin просто tak u yoqdan, bu yoqdan, tog'dan, bog'dan odamlar stories qo'yib ketadi-yu, misol uchun kimdir atmetkasini qo'yib tashlaydi, ko'chada mushukni olib qo'yib yuboradi, mashinada ketayotgan, trenovka qilayotgan har xil tushunarsiz kadrlar. Bulardan foyda yo'q. U faqatgina o'zingizni prям eng yaqin tanishlaringiz, qarindoshlaringiz, do'stlaringizga muhim bo'lishi mumkin, lekin kuzatuvchilarga bu narsa unchalik muhim bo'lmasligi mumkin. Undan keyingi xato juda ham ko'p reklama qilib yuborish. Misol uchun mana ko'p blogerlar o'sha obunachi yiqqandan keyin reklama qilishga o'tib ketadi. Ya'ni pulni mazasini ko'rgandan keyin arzonga ham reklama olaverishadi, obunachilarning reputatsiyasini, o'zini reputatsiyasini o'ylamaydi, obunachilarni o'ylamaydi va storieslarda qo'yib tashlaydi reklama. Bu narsa ham juda ham yomon. O'shaning uchun uni ham planlashtirib olish kerak. Keyingi xatoyimiz bu bir xil format. Ya'ni faqatgina bir xil formatdagi stories qo'yish. Misol uchun mana telefonda o'zingizni yuzingiz bilan gapirib chiqishingiz mumkin. Говорящий голова deydi. Mana ko'p blogerlar, Ayvash, misol uchun Otabek akalar, avtotuninlar bunday gapirib chiqishadi, telefonni ushlab. Bir xil narsa storiesga qo'ysangiz o'zi zerikarli. Yoki faqatgina qora fon, tekst yozasiz, hamma yo'q tekst, hamma joyda matn bo'lib ketdi stories. Unda ham zerikarli. Bir xil bo'lib qolmasligi kerak. Har xil olishingiz kerak. Qayerdadir mana shunaqa uzoqroqdan gapiring, qayerdadir telefonni ushlab mana shunaqa selfie formatda gapiring, qayerdadir o'zingiz bitta videongiz ustiga tekst yozib qo'ying storiesda, qayerdadir rasmni ustiga tekst yozing. Qayerdadir oзвучка qilib ovoz bering misol uchun videoga. Mana shunaqa har xil qilsangiz, yana ham qiziqarliroq bo'ladi.
Va oxirgi xato bu xira va tushunarsiz storieslar yuritish. Ya'ni bu qanaqa ma'noda aytyapman? Xira deganda prямом смысле xira, ya'ni quyoshga qarama-qarshi olsangiz yoki tam telefoningizni kamerasini artmasangiz, bilsangiz ani shaltoq bo'lib ketadi. Juda ham xira chiqadi videolaringiz. Qorong'ida stories olish, misol uchun, ya'ni xira bo'lib ko'rinadi-yu, odamga yoqmaydi bunaqa stories, o'tkazib yuboradi. Va bundan tashqari juda ko'p har xil nimadir bachkana narsalar, widgetlar, smaylik, emojilar, har xil rang-barang shriftlar istoriyaga qo'yib tashlasangiz, bu ham odamlarni charchatib qo'yadi va zerikarli bo'lib qoladi. O'shaning uchun iloji boricha minimalistik qilib, odamlarga tushunadigan qilib stories yuritishni maslahat beraman. Misol uchun storiesda bitta uzun mavzuni aytib bermoqchi bo'lsangiz ham, misol selfie qilyapsiz, videoda gapiryapsiz odamlarga, tagiga asosiy mazmunini yozib qo'ying. Misol uchun men sizlarga stories haqida gapirib beraman. Istoriyamni bir 30 sekund stories haqida gapiraman. Men nima deb qo'ygan bo'lardim storiesimda? Tekstda yozib qo'yaman tagiga. Stories orqali daromad qilish uchun shu narsalarni qiling deb qo'yaman va odamlar o'sha stories ovozini yoqib eshitishga harakat qiladi. Chunki bu bor statistika, 40% odamlar istoriyalarni ovozsiz eshitar ekan. Ya'ni ovozsiz kuzatar ekan. Bu degani siz agar nimadir tekst yozmasangiz, istoriyangizga faqatgina gapirib chiqadigan bo'lsangiz, odamlar eshitmasligi mumkin, natijada o'tkazib yuboradi. Natijada o'tkazib yuborgandan keyin istoriyalaringiz prosmotri juda ham kam bo'ladi va shu bo'yi kamayib ketaveradi va odamlar kamroq sizni kuzatishni boshlaydi. Xo'p o'rtoqlar, mana sizlar bilan stories yuritishdagi xatolarni ko'rib chiqdik. Endi kelinglar, men sizlarga storiesni planini o'rgataman. Qanaqa qilib stories yuritish kerak? Bizda ikki xil format bor. Misol uchun maqsad bor, to'g'rirog'i boya ham aytdim. Kimdirlar shunchaki tanilishi, o'zini hayotini bo'lishni xohlaydi, to'g'rimi? Kimdirlar daromad topishni boshlaydi, xohlaydi, to'yis. Keling, mana shu ikkala holatni ham ko'rib chiqamiz. Agar sizda life, ya'ni hayotiy blog bo'lsa, shunchaki tanilish, o'zingizni hayotingizni ko'rsatish uchun stories yuritayotgan bo'lsangiz, kuningizni jarayonlarni shunchaki ko'rsatib boring. Prosta u yoqdan bu yoqdan tog'dan bog'dan bo'lib qolmasin, istoriyalarni bir-biriga ulab, ma'noli qilib xuddi serialga o'xshab bog'lab borishingiz kerak. Shunda odamlarga hozir bu yoqdan chiqib keyingi qatga borishingiz qiziq bo'ladi. Bu значит life blog uchun. Keyingisi sotuvlar uchun. Agar siz istoriya orqali sotmoqchi bo'lsangiz, ya'ni bu farqi yo'q. Ingliz tili kursi bo'lishi mumkin, har xil konsultatsiya bo'lishi mumkin, mahsulot bo'lishi mumkin, xizmat turi bo'lishi mumkin. Umuman farqi nimaki? Nima hayolingizga kelsa hamma narsani sotish mumkin istoriyada. Faqatgina uni o'zini o'sha strategiyasi bor. Bu strategiya nimadan iborat? Strategiyamizda avval kuzatuvchilarni sohaga qiziqtirib olishingiz kerak. Sohaga qiziqtirasiz, keyin mahsulotni ularga taklif qilasiz. O'zi marketing shunaqa ishlaydi, bilasizmi? Marketing, ya'ni siz nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, mijozga, kuzatuvchiga, siz avvalambor o'sha mahsulotga bo'lgan talabni uyg'otishingiz kerak. O'sha kuzatuvchilar orasida. Ularda talab paydo bo'lgandan keyingina siz o'sha mahsulotingizni yechim sifatida ularga bera olasiz, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunaqa, stories ham o'sha marketingdan o'ylab qaraydigan bo'lsangiz. Demak, keling, mana bitta siz bilan primer ko'rinishda ko'rib chiqamiz bu narsani. Misol uchun siz yangi uylar, o'sha novostroyka, turar joy majmuasi, biznesingiz bor, o'sha SMni yuritasiz deylik, stories qo'yishingiz kerak uylar sotilishi uchun. Men endi oddiyroq qilib tushuntirib beraman, чтобы tushunarliroq bo'lishi uchun. Aslida buni yana ham chuqurlashtirish mumkin. Birinchi storiesga misol nima qo'yishingiz mumkin? Siz boya aytgandek, odamlarni avval nima deydi, sohaga qiziqtirishingiz kerak, talabni uyg'otishingiz kerak. Именно o'zingiz uyingizga emas, umuman o'zi yangi uy sotib olish, недвижимость, новостройка sotib olish nima uchun kerak? Nimasi bilan muhim? Mana shu savolga avval javob berishingiz kerak. Odamlar mana shu narsa muhim, uy sotib olish kerak degan paytida siz o'zingizni uyingizni tiqib reklama qilib ketasiz. Tushunasiz? Xo'p, men mana bunaqa istoriya qo'ygan bo'lardim. Nimaga uylarni aynan hozir sotib olish kerak? Misol obunachilarga savol beraman. Keyin obunachilar javoblar beradi. Misol uchun u yoqdan bir ikkitasini olishim mumkin-da, to'g'ri javob berdinglar. Endi men sizlarga yoki noto'g'ri javob berdinglar, men sizlarga to'g'risini aytaman deyishim mumkin-da. Ikkinchi storiesda. Sababi ertaga shaharda odamlar ko'paygani sari markazda uylar narxi oshib boraveradi. Uylar narxi oshib boraveradi. Bu birinchi sabab. Keyin uchinchi stories qo'yaman. U yerda ham aytaman, ya'ni uy olish uchun ham investitsiya, ham kelajakdagi katta xarajatdan saqlanish. Ya'ni siz uy sotib oladigan bo'lsangiz, birinchidan siz investitsiya qilasiz, ertaga qimmatroqga sotishingiz mumkin. Ikkinchidan, kelajakda misol uchun qimmat bo'lib ketganda bir chekkaroq joydan olgandan ko'ra, hozirdan markazlarda misol uchun mana uylar, domlar qurilyapti, olib qo'ysangiz, sizga bu выгодно degan narsani 3-storiesda ko'rsataman. Va 4-storiesda o'sha odamlar meni o'ylayapti, haqiqatda to'g'ri aytyapti, mana shu storiesda agar men hozir sota olmasam, ertaga keyin kech bo'lishi mumkin, ertaga qimmat bo'lishi mumkin, bu uy sotilib ketishi mumkin deydi. To'g'rimi? Va shunaqa degandan keyin oxirgi storiesda men nima qilaman? Agar
Siz ham hozirdan o'z uyingizni olmoqchi bo'lsangiz, investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz kelajagingizga, bizga mana murojaat qiling, nomeringizni qoldiring, reaksiya qoldiring, yozing, telefon qiling deb turib, misol uchun harakatga chaqiruv, ya'ni call to action qoldirishim mumkin. Ya'ni bu istoriyalarni hozir men oddiy misol qilib berdim. Bularning asosiy mohiyati nimada bo'lyapti? Avvalambor men odamlarni o'sha talab uyg'otolman. Nimaga o'zi odamlarga uy sotib olish kerak? Aynan hozir uy sotib olish kerak. Odamlar keyin to'g'ri sotib olishim kerak ekan deb turgan paytida keyin oxirida men o'zim mahsulotni, ya'ni reklama qilaman. Mana bizning uylarga murojaat qiling, bizning uylar, tam mashincha rassrochkasi bor, 2 yil, 3 yillik, 3 xonali, 4 xonali anaqalari bor. Ya'ni uylar variantlarimiz bor. O'zini plashatkasi, o'zini parkovkasi, bozori, zali, mana shunaqa qulayliklari bor deb turib, misol uchun men aytib, ya'ni o'zimizni yana ham reklama qilib turib, odamlarni sotuvga olib borishim mumkin ekan. Ko'rasiz, bu o'zi shunaqa strategiya. Bu o'zi tayyor strategiya. Mana o'rtoqlar, kelinglar yana bitta misol ko'rinishini sizlar bilan ko'rib chiqamiz, чтобы yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun. Misol uchun ingliz tili. Hamma biladi, to'g'rimi? Hamma hozirgi paytda ingliz tilini o'rganyapti. Даже mana bu davlat institutlariga kiraman desam, chet institutlariga kiraman desam, ingliz tilini bilishingiz kerak. Kamida IELTS sertifikatingiz bir 6 yoki 5,5 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Misol ingliz tili uchinchi sentr. Istoriyada qanaqa yuritish mumkin? Yoki tam siz individual repetitorsiz, uyingizda o'rgatasiz ingliz tilini. Siz ham istoriyangizga qo'yishingiz mumkin mana shunaqa narsalar. Avvaliga odamlarga mana shunaqa savollar bilan chiqasiz. Nimaga ingliz tilini o'rganish kerakligini bilasizmi? Savollar berishingiz mumkin, har xil. Yoki tam misol qilib ko'rsatishingiz mumkin. Mana men bu odam ingliz tilini bilmaydi. Bilmagani uchun mana men bu o'qishga kira olmadi deb boshlashingiz mumkin. Ya'ni ularni og'riqli tomonidan olib kelishingiz mumkin. Yoki orzusidagi hayotni ham ko'rsatishingiz mumkin. Misol uchun, do'stim, xohlaysizmi? Mana bunaqa misol uchun Westminsterga o'xshagan zo'r joylarda yoki Angliyaga o'xshagan zo'r joylarda o'qishi, tam grantlar yutib olishi, tam gazonlarda o'tirib, misol uchun gitaralar chalib, mana shunaqa atmosferada o'qishi, haqiqiy talabalik davrini his qilishni xohlaysizmi deb turib, odamlarni mana shu narsaga majburlab olib borasiz. To, что institutga topshirishim kerak, institutga topshirishim uchun ingliz tilini bilishim kerak degan narsaga olib boryapsiz. To'g'ri? Bu orzusini ko'rsatish orqali. Xuddi shunaqa qo'rquvini ko'rsatish orqali ham qilishingiz mumkin. Masalan, o'sha boya aytgandek, ushbu inson, meni ukam mana shu yili institutga kira olmadi. Va u 1 yil umrini mana yo'qotdi. Kako mana shu 1 yilini institutda bilim olishga sarflashi mumkin edi. Lekin hozir mana prosta tak ishlab pul topib yuradi endi. Yoki bekorchi bo'lib 1 yil umrini o'tkazadi. Deb turib, misol uchun odamlarni qo'rqitib olib chiqish mumkin bu narsa bilan. Odamlar o'sha holatga tushishni xohlamaydi. To'g'ri aytayapti. Agar men ham inglizni hozirdan o'rganmasam, 11-sinfdan, 10-sinfdan ertaga men institutga kira olmayman degan mamda fikr bo'ladi ularda ham. Potom o'sha ingliz tiliga borishni xohish paydo bo'ladi ularda. Xohish paydo bo'lgandan keyin keyingi storieslaringizda siz uchun aytib berishingiz mumkin. Mana men Abror Ahmedov, ingliz tili bo'yicha ustozman. Tam 7 IELTS'im bor, men sizlarga o'rgataman. Mana men kursim, yozilish uchun direktorga murojaat qiling deb turib aytishingiz mumkin kelgan storiesda, to'g'rimi? Aytganingizdan keyin, chem prosta tak kursingizni ochib olganingizdan ko'ra interesniyroq. Nimaga bir xil stories orqali sota olmaydi hech qanaqa mahsulotini, ular to'g'ridan-to'g'ri mahsulotni qo'yadi, sotib olinglar va pastda murojaat uchun deb qo'yadi. Lekin odamlar sotib olish uchun avval talab bo'lish kerak ularda. O talabni siz paydo qilishingiz kerak. Ya'ni storiesdagi o'sha strategiyalarimiz orqali. Mana o'rtoqlar, o'ylaymanki, stories uchun mana tushunib oldingiz, qanaqa yuritilish kerakligini, undagi xatolarni, qanaqa qilib odamlarni, kuzatuvchilarni biz sotuvgacha olib borishimiz kerakligini. Va endi stories aslida juda ham chuqur narsa. Gapiraman desam, asli bu uchun alohida odamlar kursda sotadi, misol uchun. Bu juda ham chuqur mavzu. Bitta darsda storiesni to'liq yuritishi, ya'ni butunlay o'rgatish imkonsiz. Lekin shunga qaramasdan men sizlarga eng maksimum bilimlarimni berishga harakat qildim. O'ylaymanki sizlarga foydasi tegadi. Albatta bu narsani ishlatib ko'ring va mana sizlarga men strategiya qilib storiesni qanaqa sotuvga olib borishni o'rgatdim, to'g'rimi? Va sizlarga mashq o'zida keling, vazifa beraman, men o'zim tekshirib beraman sizlarni. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Xuddi shunaqa stories uchun odamlarni mavzuga qiziqtiring, sohaga, ya'ni talab paydo qiling va oxirida mahsulotingiz reklamasi. Bir taxminan 4 ta 5 ta stories uchun matn ko'rinishida birinchi stories, ikkinchi stories qilib yozib bering va men o'zim tekshirib beraman. Bu o'zingizning shaxsiy biznesingiz bo'lishi mumkin. Yaqinlaringizda, tanishlaringiz biznes bo'lishi mumkin. Agar o'zingizda biznes bo'lmasa, bu bitta mahsulotni oling. Kompyuter, telefon bo'lishi mumkin, kiyim-kechak bo'lishi mumkin. Kamera bo'lishi mumkin. Odamlarni stories orqali o'sha mahsulotni sotib olishga majburlang.
Qani ko'ramiz. Xo'p o'rtoqlar, mana bugungi darsimiz shu. Bu xudo xolasa hali oxir emas. Yana oldinda bizda 5 ta darsimiz bor. O'shaning uchun darslarni hammasini обязательно oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa mana shunaqa go'shli ma'lumotlarni sizlarga bepul ulashib boraman. Bugungi darsimdan so'ng sizda ham o'quvchilar ro'yxatiga qo'shilish istagi agar paydo bo'lgan bo'lsa, menda siz uchun maxsus taklif bor. Afsuski kursim hozirgi paytda qabul yopilgan. Hozir kursim yo'q, lekin siz maxsus chegirma bilan, maxsus taklif bilan oldindan ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz mumkin. O'sha ochilgan paytida keyin sizda chegirma bo'ladi va maxsus sovg'alar, ya'ni sirli bonuslaringiz bo'ladi. Bu juda ham oddiy. Shunchaki pastda men havola qoldiraman, ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz mumkin. Ertaga o'qish yoki o'qimaslik o'zingizga bog'liq. Nimaga bu narsani aytayapman o'rtoqlar? Aynan sizlarga aytayapman maxsus deb turib, chunki sizlar mana shu joygacha yetib keldinglar. Buni o'zi katta gap. Chunki mana shunaqa tirishqoq insonlarni, harakat qiladigan insonlarni men juda ham qadrlayman. Chunki aynan shunaqa insonlarda ertaga natija bo'lishi juda ham oson. Chunki ular harakat qilyapti. Tekinu, pulligu yo'llarni misol uchun qidirishyapti va topishyapti, o'rganishyapti. Bu insonlar bilan faxr bilan ishlayman. O'shaning uchun o'rtoqlar, sizlarga men havola qoldiraman, ro'yxatdan o'tib olinglar. Ertaga xudo xolasa ochiladigan paytida maxsus chegirma bilan qo'shilish imkoniyatinglar bo'ladi. O'qimaydigan bo'lsanglar ham o'zingizlar uchun o'sha paytda bilib qo'yasizlar. Unaqada o'rtoqlar, keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr. Обязательно oxirigacha hamma darslarni ko'ring, chunki aynan shu darslar orqali siz SMMda to'liq tushunchaga ega bo'lasiz. Ko'rishguncha